Oxirgi paytlarda Bog'ishamol chorrahasi, ya'ni shaharning eng kindigi hisoblanadigan ushbu lokatsiya bo'yicha kvartira so'raydigan mijozlarimiz juda ham ko'p. Bugun aynan mana shu lokatsiyada mana shunaqa chiroyli, ixchamgina kvartiramiz sotuvga chiqdi. Hozir sizga video obzorni qilib beramiz. Kvartiramizni holini ko'rishingiz mumkin. Juda ham keng, chiroyli, oppoq atachinta uslubidan ta'mirdan chiqqan, yumshoq mebel qo'yilganlar, televizor. Mana bu yerda esa kvartiramizga ko'rib turganingizdek kirib kelish eshigimiz, prixoji mebellar qo'yilgan. Keling, qolgan xonalar bilan tanishib o'tamiz. Samarqand shahri Bog'ishamol chorrahasida shahar nalog inspeksiyasining shundoqqina yonidagi 8 qavatli domning 6-qavatda bo'lyapti ushbu kvartiramiz. Bu kvartiramizning asosiy yotoqxonasini o'zining chiroyli balkonchasiga ega, bemalol chorrahani tomosha qilib kofe ichsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi xonamiz bizda buni oshxona deymizmi yoki studiya ko'rinishida yana bir xona sifatida qabul qilamizmi? Bu o'zingizga bog'liq. Mana shunaqa chiroyli mexki uголок qo'yganlar. Bu tomoni oshxona zonasi bo'lyapti, рабочая zona qilingan, duxkontrni kotel, barcha kerakli mebellar qo'yib o'tilgan. Kvartiramiz to'liqligicha teplый pol isitish tizimida, undan tashqari xohlasangiz issiqlik batareyalari qo'yib isitsangiz ham bo'ladi. Va kvartiramizning yana bir xonasi, bu kichikroq qilganlar, bolajonlar uchun kichkina bir sharoit yaratib bersangiz bo'ladi yoki o'zingiz uchun ofis sifatida ishlatsangiz bo'ladi. 77 metr kvadratni tashkil etadigan kvartiramizning umumiy sanuzini ko'rishimiz mumkin. Chiroyligina dushovoy kabina qilingan. Narxini 85 ming so'rayaptilar akamiz. Albatta kelishtirib beriladi.